Qarshining Nasaf jamoasi Elit Osiyo Chempionlar Ligasining ikkinchi tur bahsida Saudiya Arabistonining jamoasiga 3-2 hisobida mag'lub bo'ldi. Al-Hilol kerakli vaqtda gol urdi. Kerakli vaqtda himoyalandi. Zarur vaqtda o'yinni nazorat qildi. Ba'zi o'rinlarda Nasaf jamoasiga umuman imkoniyat qoldirmadi. Chunki Nasaf jamoasi o'z uyida qanday harakat qilishini ular bilishardi va yakunda Al-Hilol jamoasi ushbu o'yinga jiddiy tayyorgarlik ko'rganligini isbotladi va munosib tarzda g'alabaga erishdi. Nasaf jamoasi ushbu mag'lubiyatdan so'ng G'arb mintaqasida ishtirok etayotgan klublar orasida eng oxirgi o'rinda bormoqda. Nasaf jamoasini ham keyingi turlarda juda jiddiy raqiblar kutib turibdi. 3-turda Dubayda Shabab Al-Ahliga qarshi bahs olib borsa, 4 va 5-turni o'z uyida o'tkazadi Nasaf jamoasi Birlashgan Arab Amirligining Al-Vahda va Eronning chempioni Traktor Soziga qarshi. Dekabr oyida Saudiya Arabistonining yana bir klubi Al-Ittihod o'z maydonida Nasafni qabul qiladi. Ko'rinib turibdiki, bu safargi qur'a Nasaf uchun juda ham jiddiy, raqiblar jiddiy, muhim bahslar kutib turibdi. Agar mana shu suratda davom etadigan bo'lsa, Nasaf jamoasi guruhdan chiqa olmaslik ehtimoli ham bor. Lekin biz Nasaf jamoasiga ishonamiz. Nasaf jamoasi kerakli vaqtda o'zini o'nglay olsa, kerakli ochkolarni qo'lga kirita olsa, yakunda guruhdan chiqib keyingi bosqichlarda ishtirok etishi mumkin. Mavsum oralig'ida Ro'ziqul Berdiyevning o'zi 2-3 chiziqda yangi, yaxshi xalqaro maydonda Nasafda o'yinini kuchaytiradigan futbolchilarni transfer qilishini e'lon qildi. Ikkinchi davra boshlanishi arafasida yangi futbolchilar tanishtirildi. Yangi futbolchilardan 2 nafari hali tarkibga ham jalb etilmadi, ular qaydnomaga ham kiritilmayapti. Qaydnomadan o'rin olgan Otobajo esa muxlislar kutgan o'yinni ko'rsatmayapti. Ko'rinib turibdiki, Nasaf jamoasining transferlari o'zini oqlamayapti. Jamoa ham ichki chempionatda, ham xalqaro maydonda birdek g'oliblik uchun harakat qilishiga jamoa tarkibi, zaxira imkoniyati yetmayapti. Shu bois ham xalqaro maydonda Osiyoning yetakchi jamoalariga qarshi tengma-teng o'yin ko'rsatishga harakat qilayotgan Nasaf jamoasi yakunda baribir mag'lubiyatga uchramoqda. To'g'ri, Ro'ziqul Berdiyev ta'kidlayotgan Chiran ham, Otobajo ham ichki chempionatda o'rtamiyona klublarga qarshi yaxshi o'yin ko'rsatib, gollar urayotgan bo'lishi mumkin. Biroq xalqaro maydonda ularning darajasi bilinib qolmoqda. Chiran Al-Ahli va Al-Hilolga qarshi yuqori templi o'yinda deyarli ko'rinmadi. Otobajo esa o'ziga sayyoradan kelib qolgandek nima qilayotganini o'zi ham bilmadi. Nasafning keyingi o'yinlariga omad tilaymiz, g'alabalar kutib qolamiz va xalqaro maydonda yurtimiz sharafini munosib himoya qilishiga tilakdoshmiz.